Bilarmidingiz? Xitoyda uzoq umr ko'ruvchilarning maxfiy siri sifatida ko'pchilik suyak iligini tilga oladi. Asrlar davomida u shifobaxsh taom deb hisoblangan. Suyak iligi tarkibida kollagen, foydali yog'lar va qator oziq moddalari bor. Ular bo'g'imlar uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin uni qarishni to'xtatadigan mo'jiza deb atash ilmiy jihatdan to'liq isbotlangan emas. Bu yerda ko'pincha to'g'ri ovqatlanish va hayot tarzini hal qiluvchi omillar hisoblanadi. Shu bilan birga suyak iligi mazasi bilan ham mashhur. Fransiyada u delikates sanaladi. Pishirilib, ustiga dengiz tuzi sepiladi va qovurilgan nonga surtib yeyiladi. Tashqi tomoni qizargan, ichi esa qaymoqsimon yumshoq bo'ladi. Italiyada esa uni pastaga qo'shib, quyuq va to'yimli taom tayyorlashadi. Ko'p joylarda bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan oshxona an'anasi. Endi savol, tabiiy taomlar haqiqatdan ham qo'shimcha tabletkalardan ustunmi yoki bu ham navbatdagi ovqat trendimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.